Savsov nimishqa panohlik izlab kelgan Liu Beyni o'ldirmaydi. Shunday yaxshi fursatni ketkizib qo'ydi. Yaxshimisiz do'stlar? Unda qo'shib biz 3 parchalik endi davomli so'zlab ketdik. Liu Bey Xiaopian tashlab qochib ketgandan keyin kechilab qochib, tasda shu Shudu, ya'ni Shuchanga yetib keldi. Endi buningki yetib kelishidan burun buni xabari Savsovga berib qo'yganda, chunki buningki mushaviri Sunchan, ya'ni shu tashqi ishlarni bir taraf qilgan odami bu yerda Savsovga berib, o'zininki shu ahvolini bildirib, undan keyin shu Savsovga qo'shilib, panohlik izlab keladiganlik to'g'riliq Liu Bey qo'shinlarini boshlab deb bo'lganda, shuning bilan bu yerda Savsov Liu Beyni nihoyat yaxshi kutib oldi. Qo'qning sirtiga chiqib kutib oldi hamda xon tag'isi deb buni. Chunki bular 18 taram qo'shini Dongzhouga urush qilgan vaqtda Savsov Liu Beyni yaxshi ko'rib qolgan. Ya'ni bo'libmi Liu Beyningki shu jasorati, buning qo'lasidagi Zhang Fei, Guan Yulan nihoyat yoqtirib qolganda, shu bilan buning oldiga chiqib buni kutib oldi. Undan keyin buni o'zininki shu ordisiga akirib paranglashdi. Paranglash jarayonida buning ahvollarini o'qigandan keyin Liu Beyga siz avval qaytib turing. Men sizning ahvolingizni podshohga ma'lum qilay. Podshoh undan keyin bir narsa desin deb Liu Beyni ketkizdi. Endi Liu Beyni chiqib turing, saqlab turing deyishidagi maqsad nima degan vaqtda Liu Beyga nisbatan Savsovning kallasida uni qanday bir taraf qilish to'g'risida hech qanday uchur yo'q. Ya'ni hech qanday bir tadbir yo'qda, qanday bir taraf qilishni o'ylayolmagan. Shunga Liu Beyni ketkizib yetib, aramab turing deb o'z o'rdasida shunda bir xiyolga chiqib o'tgan vaqtda shunga kirdi. Ham shunga kiriblar Liu Beyni so'raydi, chunki bularga xabar yetib bo'lgan. Shuning bilan Savsov ahvolni tushuntirib qilgandan keyin Liu Beyni qanday bir taraf qilsa bo'ladi degandan keyin shunga kesiblar, cho'qim yo'qotib o'tish kerak. Bundaq fursat endi oldimizga kelmaydi. Ayni vaqtida biz uni yo'qotamiz deb, yo'qotanmagan, endi oldimizga o'zi kelibdi. Shu fursatdan foydalanib, uni o'ldirib etdilar degan gapni deydi. Shuning bilan Savsov o'ylanib turib qoldi-da, yo haydamaydi, yo yoqtirmaydi. Andan keyin shunga bu yerda ahvolni tushuntirdi vaziyatni. Liu Bey buning yuragida o'tva odam. Bu bizga qo'shilganda qilgan bilan hamon bir kun ayrilib ketadi. Hatto bizga qarshi chiqish mumkin. Buning boshqalar ishlaydigan niyati yo'q. Ko'ngil unda ishlar yo'q. Cho'qim cho'ng-cho'ng ishlarni qilaman deb ko'ngliga bir arzun tutgan odam. Shu buni vaqtida yo'qotib etmasak, keyin bu oyoq qo'yib qo'ysak, bizga dushman bo'lib qoldi degan gapni deydi. Shuning bilan Savsov bo'ldi, men yana ozroq o'yinib baqaysiz chiqib turing deb uni chiqarib etgandan keyin keyindan Goja kirdi. Goja kirgandan keyin Savsov qo'shib ketdi. Chunki bu Gojaninki gapini anglashga bak amroq Savsov. Goja kirgandan keyin Liu Bey to'g'riliq so'zlashdi. Nima ish bo'ldi degandan keyin Liu Beyning ishiga beshim qaytyapti. Buni qanday qilsak bo'ladi? Siz bir maslahat ko'rsating mushaviram degandan keyin Goja Liu Beyni o'ldirishga qat'iy bo'lmaydi deydi. Nima ish qildi degandan keyin, chunki siz endi podshohni yiningizga akilib oldingiz. Podshoh yenimizde turgan bilen bizden küçümüz tıkı zoraymedi. Küçümüz tıkı küçük emas. Onun üstüge biz padişahını kontrol kılıp başka vezir uzuralar buyruk kılganımız üçün nurgun vezir uzuralar, yani bulup mu Yuan Shu diyorlar bizge nait öşüp ketdi. Bizge köğünlerde gumu var. Lekin bevasıta bizge hücum kılıp yoki gap kılanmagan bilen köğünlüde gumu var, açığı vardı. Eğer biz bu vakitte bizge teslim bulup kelgen Liu Beyni öldürmezsek, Han tağısını öldürgen diyen jinoyatni biz o'zimizga ortib olamiz. Ular shu fursatdan foydalanib bizga hujum qilish mumkin yoki bizdan o'chilish mumkin. Shu Liu Beyni o'ldirishga qat'iy bo'lmaydi. Uningdan sirt biz qo'shinimizni zo'raytimiz deyapmiz. Texim cho'ng ishlarni qilaylik deyapmiz. Agar Liu Beydek bizga alib kelgan kishini biz o'ldirmasak, bundan keyin kim bizga yana al-o'g'il keladi? Hammadan qo'rqib al-o'g'il kelmasa, bizning qo'shinimiz tugashmamdi. Qanday zo'raymiz? Shunga Liu Beyni qat'iy o'ldirish bo'lmaydi. Ammo buningdan yaxshi foydalansak bo'ladi. Qat'iy buni qochirib qo'ymay, kuchini zo'raytib qo'ymay, buningdan foydalanay degandan keyin Savsovga oid qo'shib ketdi. Chunki amaliyotda Savsovning uni o'ldirgisi yo'q. Biz boy degandek Liu Beyni birisi yaxshi ko'rdi. Buningga qo'l qo'ydi. Uningdan keyin shu Liu Beydan bir foydalanishni o'ylaydi bu odam. Qo'l ostiga akirib olib, o'zining odam qo'yishini bak o'ylaydi. Şuna Goja magapni degandan keyin Savsov bundan qo'shildi, o'ldirishni xohlamaydi. Unda qo'z do'stlar, texim sarxil mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, meni qo'shib olinglar, texim yaxshi mazmunlar davomli yo'llandi.
Şu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq mahoratini o'rganishga yoki so'zlash qobiliyatini oshirishga ehtiyoj bor do'stlar bo'lib qolsa, ayrimxonni uchur qilsanglar bo'ladi. Biz maxsus nutq risolasi orqali nutq so'zlash qobiliyati jihatda tarbiyalaymiz.